İlahi tecelli kılkan bir muhitni berpa kılış arkalık dünya ve ahiretin baktisadına gelişimiz lazım demekçe. Cihat ve niyet bağıyken, ondaki cihatın aldan tayarlık boğan hicreten mevcuttur demektir. Bu cinayi kılmışlık karşı turşun ibaret, hakkani görüşün uzun yakacak aldı. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizyon görgüçlər. Yeni bir qatımlıq uçuq söhbət proqramımızga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Xo'sh, endi hurmatli televizyon görgüçlər, biz ikkinchi mavzuga o'taylik. Xitoy tajovuzchilarining shu ijob kelgandan shu hamshirlarimizniki bular ijob tarbiya ishlab ularni tövbe qo'zg'anlik to'g'riliq bir sapsatisi bor. 3-4 minutlik bir film bor, buni ko'rib o'taylik, undan keyin buni ustiga paralashaylik. Yaqinqi bir mezgildan buyon yomon g'arazli kishilar dinni dastak qilib, ayollarni chumbal, lechak ortishga, jilbob kiyishga qoymoqtirib va majburlab, inoq jamiyatga mos kelmaydigan holatni shakllantirdi. Buning orqasiga diniy asabiylik ideyasining ko'langisi yo'shirilgan edi. Bu ayollarning go'zal ruxsarini yo'shirib qolmay, yana ularning aql farosat va ko'zlarini g'uvolashtirib, ularning baxtlik, go'zal turmushiga intilish huquqini tatib oldi. Har qaysi joylar zamonaviy madaniyatni yetakchi qilib, har turli tashviqot tarbiya faoliyatlarini qanot yaydirib, ayollarni o'zligidan munavvar milliy madaniyatga varislik qilib, qonunsiz diniy faoliyatning bexitlashtirishi va chertishidan yiroq turishga yetaklab, yaxshi o'nimga erishdi. 2012-yili to'y qilib keldim. O'zim plastinkalarni ko'rish orqali ideyarimda ozroq o'zgarish bo'lib, lechak chekkan. Men o'z ixtiyorligim bilan lechakni ilavatdim. Qarindoshlaringizga, postlaringizga nima deysiz? Ideyasining to'g'ri bo'lishini, qaloqlik tarafga o'tmasligini shundan deyman. Kentimizdeki kadrlar birlikte hizmet edip verip, kentimizdeki noktalı hadim ve cilibab, çümbel atkan cami 13 nefer ailenin öymöy verip, taşıma hizmetlerini edip verip, bularının ideyasını özgertip, hazırki normal aletke keltirdik. Balkim bu oddiy yezi ayolları lechak tortish va jilbob kiyishning ahamiyatining nadaligini tamamen bilmasligi mumkin. Ularning madaniyat saviyasi umumyuzlik tuvan bo'lg'achqa, ularning ideyasini o'zgartirish xizmatini ishlash rostilla tasga to'xtadi. Bugun ular o'zgardi. Ular kent oqsoqollarining oldida o'zligidan jilbob kiymaydiganligi va lechak tortmaydiganligi to'g'risida va'da berdi. Ba'zilarini erlari majburlagan. Ularning erlari diniy asabiy ideyaning ta'siriga uchrag'achqa, ayollar boshqa erlar bilan ko'rishib bo'lmaydi deb qaraydi. Biz diniy va qonuniy bilimlarni so'zlagandan keyin ular o'zligidan bu jilbobni silib tashlab, uning o'rniga yog'liq almashtirdi. Qo'yiq diniy asabilik tusidagi kiyim-kechaklar ayollarning normal kiyim-kechigi bo'lmayli qolmasdan, bundaq kiyim-kechaklarni nurg'unlagan cho'ng tipdagi xalqaro faoliyatlarda kiyish ma'ni qilingan. Endi 2012-yili Londonda o'tkazilgan Olimpik tanharkat yig'inida Olimpik tanharkat komiteti demak shunday bir belgilama chiqardi. U bo'lsa buningdan keyin o'tkazilgan har navbatlik Olimpik tanharkat yig'inlarida har qaysi davlatlarning tanharkat komandalarining cho'qim normal bo'lgan xalqaro qoidalar bo'yicha kiyinib kelishini yoki kiyim kiyishni ta'kidladi. Onun yak bu kiyiniş doğrusu da emimiz emdi birlikte gelip özgerttik bu kiyimlerimizni. Bunun dinkin emdi. Muş kiyimlerini kolaylık gerek, muş kiyimlerini giydiğine yüzlenemadınız. Bu jilbab kiyim doğrusu da bırak özümüz kemdi kanda tesiriyatlar iyi olduk. Bırak özümüzün tesiriyatlarını yizip hatırge. Bırak tapışıdık onu. Jilbab bizning milliy kiyim-kechigimiz emas. Biz bundan keyin jilbab giymay, o'zimizning milliy kiyim-kechaklarni kiyamiz. Biz kiyim-kechak jihatida o'zgarib qolmay, yana ideya va harakat jihatida o'zgaramiz. O'zini yapqanlarni ko'rib, men shu o'zimni yurdiga sho'xshaydi, o'zimni yurgan. Ana deyken moslashyapman ularningki xizmatiga mo. Dargiz kelsa kelangni deyman, u bironqadek
anda gap qilmay nim qilmaydigan ishlar yo'q ham burunqidan o'ngshaldik hozir. Biz jilbab kiygan, yosh turibli soqol qo'yib olgan nuqtaliq kishilarga tarbiya qilib, ularni o'zgartdik. Yaqindan buyon kentimizda jilbab kiyish va yosh turibli soqol qo'yib olishdek ahvollar ko'rilmadi. Yuqoridagi qisqa filmni ko'rib o'tdik. Chiqib turdi haqiqatan yana shu hamshirlarimiz, shu adisonlarimizniki chiroydagi ifodalardan zaten chiqib turdi. Aslida ko'rib, orqanda bir kishi ko'rib olgan bo'ldi. Xitoy bu filmni hozirlashga nurg'un jabhat tortibdi. 70 yerdan kaskanligi bilinib turdi. Ham ba'zilarga o'zining ovozini Uyg'urcha gap qildiramay, o'zining ovozini olmay boshqa sirtdan ovoz bergan gap. Ham chiroydan shu bicharalarniki sulg'un chiroydan majburlanganligi chiqib turadi. Bundan Xitoyningki elib berayotgan naqadar zulmlari, besimlari buning hammasini ko'rib turibmiz endi bu filmni ko'rgan ekan. Xo'sh, Abduqodir aka. Endi buni ko'rdik qanday. Biz Xitoy buni hammani yasama shaklda qilibdi. Kim o'zining jilbab kiyganligi uchun kimga shikoyat qilibdi? Buni so'rab baqsaq oldi endi. Kimga o'ni berib, meni erim kiydi deb majburlandim yo bilmay kiyibdiman degan kimga shikoyat qilibdi? Maqbu kiyganlik nimaga zarar olib keldi? Sening neyinga taqashdi? Sening neyinga taqashdi? Neyinga putlashdi? Nima uchun buning kiyimidan apilassamdi? Bu dunyoda buni hech qanday apilaşmaydi. Bu Xitoylar qilyotidi. Xitoy o'ziga o'xshash qilsam bo'ldi deydi. Xitoy qilayotgan o'zining zulmini qarib qo'yib bir tarafga. Biz zulm qilsak, nima desang, bizning to'g'ri, sening xato. Mushningga bo'ysunsang olti deb zo'ravonlik qilyotdi Xitoy. Bu jinoyatchi. Bu jinoyatchi Xitoy bugun az zo'ravonligiga qarshi chiqayotganlar musulmonlar. Xo'sh. İkellikini tonup yitip, andan bunu musulmançılıktan çıkarıversek bizi karşı tutmamdiki deb o'ylayotgan gap. Xitoyning o jinoyat Sharqiy Turkistonda ishlayotgan jinoyati insonlik qarshi turdi. Bir hayotlik qarshi turdi unga. O jinoyat ishlayotdi Xitoyda. Xo'sh. Sakal nimaga putlashdi? Dunyoning hech qanday yerida yo'q. Sakal nimaga putlashdi? Biz bir qata dedik. Eninga sen agar ashning yo'q, mening jilbab kiyganim to'g'ri edi, des qana qilsanda, etchib so'lab qo'ysa. Hattoki o'ttiraklik bu. Yana Ülüşkün televizorda elqi İsrailiydi ki Palestinlik bir qizvalning İsrailiya askariga so'roqqa qalliqi, qo'l shiltig'anliqi ne ko'katayni. Sen nima shunda qilsa deb bir 7-8 yoshlik qizvalning, 10 yoshlik qizvalning. Ashni ko'rib turib qoldim. Xitoyda qilib baqsish ashni. Öttürüyordu da hani. Xitoy öttürüyordu da hani. Şu bugün şu. Bizden halkımız düşman deb tonavatkan. Düşman deb tonub şu. Ana öyle mücadele beravatkan. Biz elbette bizmiş o. Bizmiş ne deb tonuyumuz. Bu İslam'daki prensip bu. Ama biz ikisini seliştirimi qaraydigan bo'lsak, Xitoy bilan ishga dushmanni farqlantiradigan bo'lsak, ko'radigan bo'lsak, İsrail aynı. İsrailning televizorlarida, turmalarda masjid va Qur'on va televizor va muncha va namoz o'qiy oladi, ish qilmaydi, tam och qoldigan ish yo'q. Xitoyda-chi? Hakikaten acayip. Bu Xitoy aç qizvalar agar Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur bo'lam, Xitoy qanday qilgan shu naq maydonda aytib o'tirdi. Chunki Xitoy shu ko'rdi qayna.
Ürümçide bir bakkalını bakadım etip ötleri ötekilik. Aksu'daki Turpan'ın Kaykulak dege yedi Aksu'yla aytının. O bir ketmen tutup tuğu adamını eti ötekilik. Ketmen dihkalla zade etsizlik ketmen tutup dur da yine. Ketmen tutup tuğan dihkanı eti ötekilik. Bugün Amerika'da işki siyahini eti ötüpken dünya kozgulup ketti. Xitay küllük Şarkı Türkistan halkını öttüre otadı. Kendini işçi otadı. Melini yağ otadı. Melini buğulap eçketip bardı. Depsendi kıla otadı. Bunun hiç kim gap kılmaydı. Şunu biz bugün yukarıda deyilgen ki Xitay'a karşı küreşini Şarkı Türkistanlıklar başlayışa lazım bana. Şarkı Türkistanlıklar zulüm kuşrağı otadı bir yerde. Daesh ya ki Amerika falan çemez seni. Falan şu ya yönlendiriş emez. Zadı zulüm kuşturgan halk şu Müslüman üzü karşı duruşu lazım. Onun denkin andın bunu bir tarafla bir şekilde Allah Teala onun zafer ve yani filmden oturdum öyle bu hakikaten yani bu bütün anılarımızda şu Uygur halkını şu Müslümanca kiyinip yürüdüğün bu kardeşlerimizin nait medeniyet seviyesi töven bu bilimsiz degендek hakaret kılınan bir yerde Uygur hakaret kılınan bu yağlıq çekilgan kız hemşehrilerimizden. Ve şundakla bu dünyanın nurgun yerlerde siyasiyle hiç qanday alakası yok. Olimpik hareket yığıldırdı mı maxsus kiyim giyişini belgildi, Angliya degan safsatni setip sattı bir safsatni hem de. Bir yan dünyada erkin dünyada biz yaşayatmız dünyanın hiçbir yerde bunda ma'lum şekilde kiyim giyişini mecburlamaydı. Xalığan şekilde ta tutun dünyanın Amerikasından başa barı qanday yerda özünün xalığanca xalığını uçuq yurduğun xalığını kiyinip yepip yürümde qanday şekilde yürse yürürdü bunu. Şundaqla Müslüman şekilde özünün kimligini, özünün salahiyetini qoğduğun şekilde dünyanın arqası şeylerde hizmetini, faaliyetlerini devam qilib kelyapti degan Müslümanlar. Bunu Xitoy bugünkidek bir uçur davrida bütün axborotlarni qamal qilib, axborotlarning hammasini etib turib, bu xalqimizni xuddi quduqning ichidagi paqadek bir holatga akab qo'yib turib, uning keyin dunyo mushti butun dunyoda cheklayotdi bu ishni deb xalqimizni shunda bostirgan shaklda ozdirib bu tashviqotni safsatini setyotdi. Aminatda shuni qilayotgan Xitoyning o'zimi dunyoning hech bir yerda o'zi qilayotgandek bu ishninki bu xil shakldagi siyosatning dunyoning hech bir yerda yo'q ekanligini bilib tursimi bu rezillikni davomlashtirib menayotdi Xitoy hamda. Yani shundaqla bugun dunyoda vatanimizdami, bugun dunyoda musulmon u beşideki yağlıqı, u beşideki hijabi hiçbir narsa taqashmasdan dunyoga ta'sir ko'rsatgan nurg'unlagan musulmon ayollarniki bugun yer sharida dunyo tarixidami shundaqla bugun yer sharida yashayotgan shu beşideki yağlıqı hiçbir narsa taqashmasdan dunyoga ta'sir ko'rsatgan nurg'un olim ayollarimiz ham yashab kelmoqda shu dunyoda yer yuzida bor. Xitoy hargiz o'ylab qolmasinki bu Xitoy degandek bu keyin qolganlikniki, qalaqlikniki, uning buningki namoyandasi emas bu hargizmi. Bu balki e'tiqodningki simvoli, u e'tiqod qilayotgan dinningki sharaflik uningga ato qilgan simvoli ekanligini har bir musulmon albatta biladi. Buni eskartish bilan men yana oxirdagi bu Liu Junkang degan Xitoyniki Abnurayliq partikom tashviqot bo'limining kuzatchisi ekan bu. Bu Xitoy o'zicha bu yerda dinning mohiyati va qonuniyati haqida suhbat bir plan tuzib bu yerda bu diniy masalani qanday hal qilamiz deganda bir qancha fikr berib bu yerda nima degan desa intayin kulkulik bir so'zlarni qilgan. Men oldimda shuni qisqa qilib o'qib o'tay. Din jamiyat taraqqiyotiga ergishib borliqqa kelgan deydi. U jamiyat taraqqiyotiga ergishib taraqqiy qiladi. Cemiyetinin yüksek mükemmelleşişine erişip acizleşidi, ahirde yok oldu debdi. Dinning mevcut bulup duruşu, terakki kılışı ve yok oluşu kişilerin iradesiga bakmaydı. Yani bu tarih çukum yok oldu bu din debdi.
dinning gullanishi va zavol tepishi uning jamiyat taraqqiyotiga moslashishiga bog'liq. Jamiyat taraqqiyotiga moslasha olgan din gullanadi, jamiyat taraqqiyotiga moslasha olmaganlar zavol topadi, hatto yo'qoldi. Bu din taraqqiyotining umumiy qonuniyati deb shunda safsatni so'zlagan. Yana bir nima degan desam, din jamiyat taraqqiyotiga mos kelganda ondan mavjud bo'lib tura oladi. Bu har qanday din cho'qim rioya qilishga tegishli qonuniyat deb dinning ustidagi o'zining hokimiyatini qanday yurgizish kerakligini safsatini setyapti. Dunyoda hozir mavjud bo'lib turayotgan 3 cho'ng din ichida islom dinining o'zgarishi osti bo'lsa-mu, lekin yanada o'zgarmoqda. Islom dinining o'zgarishining osti bo'lishiga zamonaviylashishga yuzlanish jarayonida qisman qiyinchiliklarga yo'liqqanligi sabab bo'lgan. Shunga dinga nisbatan biz yetakchilik qilish orqali dinni jamiyatning taraqqiyot talabiga moslashtirishimiz kerak. Dinning rolining joriy qildirilishining yaxshi yoki yomon bo'lishi yetaklashga bog'liq. Hozir yetaklash bilan tarbiya berishni jiddiy vazifa qatori tutib, vaziyatga qarab yetaklashimiz, qonuniyatga amal qilishimiz, tartibli kontrol qilishimiz kerak. Bu din xizmati yaxshilashga muhim debdi. Ondan qonun bo'yicha idora qilish haqida so'z qilib, dinni hurmatlash, diniga e'tiqod qilgan ommani hurmatlash, diniy qonuniyatga amal qilish deganlik o'z ixtiyoriga qo'yib o'tish deganlikdan derak bermaydi. Dinning ijtimoiy roli ikki yoqilimilikni ro'shan gavdalantirib beradi. Agar boshqarmaganda dinning salbiy ta'siri kuchayib ketadi. Shuning uchun bu yerda qattiq boshqarishimiz kerak. Bu sababdan diniy faoliyatlarni chuqur qiliblashtırib boshqarishimiz kerak. Bu xizmatni kuchaytirishga bo'ladiki, hargiz bo'shashtirib qo'yishga bo'lmaydi degan bu safsatni satgan. Endi Xitoy bu yengib emas endi bu Xitoyning. Kommunistik nazariyaning kommunistik bu safsatining bosh temisi bu. Xo'sh. Biz o Joyunkang degan Xitoydan so'rab baqsaq, Liu Junkang degan Xitoydan so'rab baqsaq, ya'ni jamiyat taraqqiyotiga ergishib, dini yo'qoldi. Jamiyat taraqqiyotidan keyin taraqqiy qilib ketsam, butunlay yo'qolamiz. Din taraqqiy, jamiyat taraqqiyotidan qolgan din o'zligidan yo'qoladi. Shunami? Yani din degan qaloq bir jamiyatda mavjud bo'lib turgan narsa demoqchi. Bu mushu so'z ishiltigli Xitoy. Taraqqiyot nega bordi? So'rab baq, taraqqiyot degan nima? Sen da'vatgan taraqqiyot nimani demoqchi? Madaniyat taraqqiyot da'vatganing nima u? Seni bir tushundirib bizga. Yani sen tushundirameysen. Sen davatkan naz taraqqiyat mı? Kim deydi o? Sen nimini davatsa diginin hukmudur teki. Şuna İslam dini kıyamet günü geçip kıyamet buluştan aldığın şartı bütkül dünyanı kaplaş şart. O takdiri bopaldı o. Bütkül dünyanı kaplaydı bu. Bu hakikat biz ona iman keltirip aldık. Nima uchun jamiyat taraqqiyotiga emas, jamiyatning taraqqiy qilishiga yetaklaydigan din u. Shuning bugun jamiyat taraqqiyoti nega kelib bordi? Sendan so'rab baqil, jamiyatning ijtimoiy axloq taraqqiyoti, ijtimoiy munosabat taraqqiyoti nega kelib bordi? Shu bu din yo'qolmaydi. Buzuq bugungi xato, jamiyatda shakllangan xato diye xato cho'ng. Ahlakning xato, munosabatning xato faoliyatlarini tizginlab, jamiyatning to'g'ri taraqqiy qilishiga yetakchilik qiladigan birdan bir haqqoniy din bu. Sen uqmaysiz buni? Bugun sen taraqqiy qilayotgan jamiyat, taraqqiy qilgan dunyo nima? Degina. Sen ilm-fanga qarshi tursiz. Birinchi ilm-fan orqali isbotlandi. Ikkinchi axloqiy e'tiqod ifodalandi. Akide arkalık ifade kılındı. Şunda mı? Senin akideden bugün üzden sapaldı yasalağın butuk çok nese. Senin halkın. Yalgan depak. Bu medeniyet mi?
bu o'zi jonliq turib jonsiz narsaga ibodat qilayotganligini nima deb tushundirsa, shu Xitoy xalqi bu. Sen hamda eningdimi pes holatda insonning kelib chiqish to'g'risida bizni diyolmaysan. Sen o'zingning kelib chiqishini nima deb tushundirsa ta'rif et bugun. Bugun ilm fan dunyosi ta'rif et. Sen nereden geldin, nereye varırsan? Senin xotin kiş boğun var mı? Bir ayaldan sonra bakalım her kiş boğun var mı? Yok, daha iş yok. Şu bugün insaniyet terakkiyatı senin hata sepsetan arkalık İslam'ın doğru, Kur'an'ın peygamberinin doğru yetekçiliğine, hakkani yetekçiliğini kabul kılmaganlık için çoğu cemiyet terakkiyatı, cemiyetin içtimai münasebeti, insanlık, içtimai ahlak ölçümü tamamen hanı veyran oldu. Çöktü bu. Çökken muşu cemiyetin çoğu içtimai ahlak, içtimai adalet ölçümünü çoğu doğru bir taraf kılıdığın, doğru mizan, doğru toruza, doğru ölçem, Peygamber yani Allah'ın dinini kayıtıştan başka yolu yok insaniyetinin. Anda sen misal izlemek şu olsan, Garipteki ve Avrupa'daki bir kanı devletinin erlerinin toy kılışı, xotin kişinin toy kılışı, zinanın yamırap geçişi katarlık bu nesillerin nimi de pişendirirse, eydizinin kengiyip geçişi, uğurlukның, bulancılıkның, karakçılıkның, cinayetin kengiyip geçişini nimi de pişendirirse, Şarkı Türkistan'da bugün cinayet karşı, zulümge karşı, terakkiyat karşı. Sen davatkan bu terakkiyat karşı, çok kandaklavatı özünün insanlık, özünün çoğu İslamlık, Müslümanlık ruhini gevdilendiriş ve reallık emeliyesi aylandırış arkalık özünün kimlikini qoğdap qalıştığını ibaret hakkani görüşünü şöyle beri otur bir yerde. Terakkiyatını aşın deyip anlattın sen bir gün. Ha, Xitay'daki şu ekşi toy kılıvat kaldı bir gün ki cemiyet. Xotin kişi toy kılgan şu Xitaylı şu. Muşunu terakkiyat demse. Bugün Şarkı Türkistan halkı İslam dinine itaat kılıp, özünün erkinlikini, özünün hukukunu, insani kadir kıymetini İslam arkalık belgeledi. Bu erkinlikin asası kısmı bu. Biz erkinlik deyip muşunu düşünürüz. Sen erkinlik deyip ne mi düşünürsen? Ekşitörüp xotin kişi ulaş ne? Xotin kişitörüp ekşi ulaş ne mi? Bunu erkinlik deyip düşünüp atamsa. İnsanın bir bu obdan insan üçün hemmeden kıymet bağın neyse nimite akıldı. Akılını yapıdığın, akılını tosuduğun, akılını karaytıdığın, akılını yögeydiğin harık işini medeniyette atamsa. Tamak çekişini medeniyette anlattın sen. Bu medeniyet emez. Medeniyetke terakkat karşı cinayet bu. İslam dini, muş medeniyet, ahlak, içtimai adalet, içtimai münasebetke buzgunçılık kılıvatkan barlık cinayetlerden kutuldurup, bu cinayet karşı toğu yetekçilik kılalaydıgan birden biri hakkani din bu. Sen bunu çok insanlığa hata anlatsın. Çünkü sen hata ve zalalet ve azgınlıkның içinde. Batılının içinde. Sen özden çok haklısın. Özden batıldı hatadı turup o hatanı pak, sağlam, masum Şarkı Türkistan halkı teğavatsa. Doğrusu, doğrunun kim tanıdı? Biz sana tanıdık mı İslam'ı? Bizimiz vatanı parçalaydı deyse, bizden milli belge, bizden asabi güçlü deyse, kıl koymağa isman kalmadı senin. Seni biz yığıp etkanda tacavuzçı, cinayetçi, baskınçı, yani yığıp etkanda barlık cinayet süpetlendirilen kelime bilen lügatıyla ifadeleyiz ki sen çok en rezil mahluksan. Bu cinayetin sen kılıvatsı.
Sharqiy Turkiston xalq musulmonlar o'zini qo'g'dash qicho mecbur bo'ladi, o'zini qo'g'dayotdi. Xo'sh. Bugun sana yuqori deyilganidek bu narsalar jamiyat taraqqiyotining, sening taraqqiyotingning nimaga lozim? Bo'lana o'zini yapgan ayollarni maktabgacha o'qitamsa, ha, oila pura o'qishtiramsa, ximiya fizikada o'qitamsa, uyda ishsiz o'tirsan, o'zining dini bilan bo'lsin, jamiyatga zararlik bo'lmasa, bu nima uchun sen uyga chirib, nima uchun bu bizning bu xalqimiz bilan ma'sum xonim qizlarimiz bilan cho haplasa, buning basimi ishlatsa, buning zo'ravonlik qilsa, jinoyat sendimi bizdimi? Tabiiy degan. Yana degan gaping nima desa bu din taraqqiyot qarshi. Taraqqiyot yuqori degandekmi? Sen kisel Ama üçüncü şahsiga taalluq yo'lasan. Şuna hamma odamni üçüncü shaxs qilib etsak, ondan taraqqiyot bu deb sening nuqtang. Sening o safsatangga, o rezil safsatangdan Allah bizni saqlasın. Biz haqqani meydanimizda sen qanchalik zulm qilsan, qanchalik ziyonkashlik qilishingdan qat'iy nazar bu meydanda saqlab qolamiz va qo'g'daymiz. Mush meydonni shu shahodat bilan dunyodan ketishga rozimiz ki Xitoy taqatgan safsata qat'iy ishonmaymiz. Allah razı olsun, nayet yaxshi. Böyle. Hürmetli arkadaşlar, hakikaten yani bütün bilgen dünya insanlara keliyotgan bu balayı afet, bu içinişlik akıbetlerin hammasi ameliyatda bilgen kişiler için muşu doğru dinden ayrılıp kalganlık için keliyotdu bütün musibetler asli. Bu dinin hayatımızga hakim mutlak şekilde hayatımızga hakim olmaganlığı için din bizni başqurmaganlığı için şu bilgen bu küllerini körüyotimiz. İnşallah bu saadet devirleri nurgun halkımızdan tatip dünya Müslümanları uygun otudu. Elbette kaçaniki qaysı günü din insanların hayatına hakim bolgan vaqtida andiki bu insanların bütün insanların saati, baxt saati şu vaqt qo'lga keldi. Bilgen insanlar dal aksicha dinni biz başquramiz deganligi uchun bu musibatlar kelyotdi. Asli bizga bütün insanlarniki hayatını sistem intizamga sağlıqçı bolgan bu to'g'ri din Allohning bu dini hayotimizga hakim bo'lgandan andin baxt saatimizga erisha oladiganligimiz har bir mu'minninki e'tiqodi bo'lishi kerak. Oxirida köpten köp rahmet ettiğimiz kıymetli vakti. Rahmet ettim. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Yan bir katım sohbetimizi köleşiksen sizlerine Cenab-ı Allah Subhanahu ve Teala'ya tavşirimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi Teala ve berekatuhu. İlahi tecelli kılkan bir muhitni berpa kılış arkalık dünya ve ahiretin bahtlarına gelişimiz lazım demekçe. Cihat veya niyet bağ iken, ondaqda cihatın aldan tayyorlik bo'lgan hicret ham mavjuddir demek. Bu cinayi kılmışlık karşı turuştan ibaret hakkani görüşün uzun yakacak aldı.